Salom hammaga. Anesteziologiya va reanimatsiya moduli. Og'riqsizlantirish anesteziologiyada eng ko'p uchraydigan, lekin xavfsizligi jihatidan eng ko'p e'tibor talab qiladigan amaliy mavzulardan biri hisoblanadi. Masalan, kichik jarohatni tikish, stomatologik muolaja, regional blokada yoki neyroaksial anesteziya. Barchasi bitta maqsad: og'riq impulsini bemor uchun xavfsiz darajada to'xtatishga qaratilgan va shuning uchun dastlabki darsimizda biz sizlar bilan og'riqsizlantirish usullari, mahalliy anesteziya va uning turlari, xavflari va asoratlari haqida gaplashamiz. Og'riqsizlantirishga doir atamalarni aniq ajratib olish keyingi mavzuni tartibli tushunishga yordam beradi bizga. Masalan, analgeziya. Analgeziya bu og'riq sezgini kamaytirish yoki umuman yo'qotish tushuniladi, lekin bunda barcha sezgi turlarini to'liq bloklash degani emas. Anesteziya. Anesteziya bu kengroq darajada bo'ladi, ya'ni ko'proq sezgini, deyarli barcha sezgini vaqtincha bloklash. Sedatsiya bu umuman boshqa yo'nalish. U og'riq yo'lini bloklamaydi, balki hushyorlikni, ya'ni hushni va xavotirni yo'qotadi, kamaytiradi. Mahalliy anesteziya kichik bir sohada nerv o'tkazuvchanligini to'xtatishga qaratilgan bo'ladi. Regional anesteziya esa biror bir nervni yoki mana shu nerv chigala hududini bloklash bilan amalga oshiriladi. Klinikada tanlov aynan qaysi darajadagi blok kerak ekanligini aniqlab turib, mana shu turlardan biri tanlanadi. Og'riq yo'li haqida gaplashamiz. Og'riq yo'li blokadani joyini, klinik natijani belgilab beradi. Og'riq yo'li to'qima shikastlangan joydagi birinchi notsitseptordan boshlanadi. Signal periferik nerv tolasi bo'ylab natriy kanallari yordamida impuls sifatida yuqoriga ko'tariladi. Dastlab orqa miyada qayta ishlanadi, keyinchalik esa bosh miyaga yetganda ongli sezgi sifatida paydo bo'ladi. Mahalliy anestetik aynan mana shu zanjirda periferik o'tkazuvchanlikni vaqtinchalik uzadi. Shu sababli kichik jarohatlanishda infiltratsion anesteziya yetarli bo'lishi mumkin. Masalan, qo'l tirnalganda yoki terisi kesilganda. Lekin butun qo'l, oyoq yoki katta nerv hududi zararlangan bo'lsa va uni og'riqsizlantirish kerak bo'lsa, regional blokada bizga bu jarayonda qo'l keladi infiltratsion anesteziyadan ko'ra. Blok joyini to'g'ri tanlash nimaga bizga muhim? Sababi bu bizni anesteziya qilish uchun ishlatayotgan preparatimizning miqdorini va undan kelib chiqadigan asorat xavfini kamaytirishga yordam beradi. Mahalliy anestetik bu o'tkazuvchanlikni qanday to'xtatadi? Mahalliy anestetikning asosiy ta'siri kuchlanishga bog'liq natriy kanallarini bloklashdir, ya'ni voltage gated natriy ion channels. Aynan mana shu holatda natriy hujayra ichiga kira olmasa, nerv membranasida depolarizatsiya yetarli darajada shakllanmaydi, impuls balandligi pasayadi va o'tkazish shakllanadi. Ya'ni aytganimizdek, voltaj o'zgarganida natriy hujayraning ichiga kirardi va hujayra potensialini hosil qilardi. Lekin agar biz uni bloklab qo'yadigan bo'lsak, natriy hujayra ichiga kira olmaydi va membrana potensiali hosil bo'lmaydi. Konsentratsiya yetarli bo'lsa, mana shu joyda, ya'ni anestetik moddaning konsentratsiyasi yetarli bo'lsa, impuls butunlay o'tmay qoladi. Muhim klinik jihati shuki, ochilgan yoki inaktiv holatdagi kanallar kuchliroq bloklanadi, ya'ni faol impuls berayotgan nerv tolalari ko'proq sezgir bo'ladi. Infeksiyalangan yoki kislotali to'qimada esa dori ionlangan shaklda ko'proq qoladi va nerv ichiga, ya'ni nerv to'qimasining ichiga yomonroq o'tadi. Shuning uchun yeringli to'qimada blokni kechikishi, ya'ni anestetik moddani ta'siri kechroq bo'lishi yoki yetarli bo'lmasligi mumkin. Qaysi nerv tolasi birinchi bo'lib bloklanishi ham klinik jihatdan mumkin. Bu nerv tolalari bir xil bloklanmasligini ko'rsatib beradi. Klinikada ko'pincha avtonom ta'sirlar va og'riq haroratni sezgisi motor blokdan oldin susayadi, ya'ni avtonom birinchi yo'qoladi. Shu sababli bemor kesish yoki tikishni og'riqsiz qabul qilishi mumkin, lekin bosim, tortish yoki siljish hissini hali ham sezib turgan bo'ladi. Bu holatda bemorga oldindan tushuntirishimiz kerak. Aks holda bemor bosimni og'riq deb qabul qilib muolajadan qo'rqishi mumkin. Shifokor blokadani baholaganda faqat umumiy bezovtalikka emas, aynan og'riqni stimulga javobiga qaraydi. Bu yerda anesteziolog yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xato aynan mana shu bosim sezgisi bemorda saqlanganda buni
anestezion modda ta'sir qilmayapti deb uni dozasini yana qayta yuborishdir. Qaysi blokada uchun qaysi preparatni tanlash esa bu kimyoviy guruh va farmakokinetikaga bog'liq jarayon hisoblanadi. Mahalliy anestetiklar amaliy jihatdan ester va amid guruhlariga bo'linadi. Esterlar plazmadagi psevdoxolinesteraza orqali tezroq parchalanadi. Masalan, prokain, xlorprokain, tetrakain yoki benzakain, ya'ni kain qo'shimchasi bor ko'pchilik dorilar. Amidlar esa jigar fermentlari orqali metabolizmga uchraydi. Bular lidakain, mepivakain, bupivakain, ropivakain. Mana shu preparatlar va bular ham klinikada ko'p ishlatiladi. Bundan tashqari bemorda ayrim mana shu guruhlarga nisbatan allergiya bo'lishi mumkin. Haqiqiy immun allergiya kam uchraydi, lekin ester preparatlari bilan allergik reaksiya ehtimoli nisbatan yuqori bo'lishi mumkin. Agar bemor anamnezida anestezion moddaga nisbatan allergiya borligi aniqlansa, oldingi holat toshma va bronxospazm bo'lganmi yoki vazovagal hushdan ketishmi yoki doza bilan bog'liqlik holatda toksiklik kuzatilganmi, mana shularni aniqlashtirgan holatda keyinchalik mana shu anestezion preparatni tanlab olinadi. Preparatni tanlashda faqat uni nomi va guruhiga qarab tanlash yetarli emas. Bunda uni anesteziyani boshlanish tezligi va davomiyligini ham hisobga olish kerak. pKa qiymati fiziologik pH ga qanchalik yaqin bo'lsa, dori nerv membranasiga tezroq kiradi va blokada tezroq boshlanadi. pKa qiymati bu kuchsiz kislotani kuchi degan qiymatni beradi. Bundan tashqari, to'qima kislotali bo'lsa, masalan, infeksiya bor joyda boshlanish sekinlashadi. Lipid eruvchanlik kuchliroq bo'lsa, potensiya odatda ortadi. Oqsilga bog'lanish kuchli bo'lsa, ta'sir uzoqroq davom etadi. Ya'ni bilamiz, hujayra membranasi lipiddan iborat, shuni hisobiga uni ta'siri tez bo'ladi. Oqsilga bog'lanish kuchli bo'lsa, qondagi oqsillarga bog'lanib olib, bu moddani uzoqroq muddat ushlab turishiga sabab bo'ladi va ta'sir uzayishiga sabab bo'ladi. Vazokonstriktor modda qo'shilsa, bu holatda dorini so'rilishi kamayadi va ayrim blokadalarda anestezion moddani ta'sir davomiyligini uzaytirib beradi. Bu yuqoridagilarni bilishimizdan maqsad shuki, bir xil millilitrdagi hajm anestezion moddaniki har xil bemor va har xil to'qimada bir xil anestezion natija bermaydi, ya'ni hushni yoki og'riqni bir xil darajada qoldirib bermaydi. Tizimli so'rilish xavfi. Tizimli toksiklik xavfli dorining qonga qanchalik tez o'tishiga bog'liq. Tomir ichiga yoki arterial tomonga tasodifiy yuborish eng xavfli holat hisoblanadi. Shilliq qavat va traxeya orqali so'rilish ham kuchli bo'lishi mumkin. Interkostal va paratservikal blokadalar kabi qon bilan yaxshi ta'minlangan sohalarga plazma konsentratsiyasi tez ko'tariladi. Aksincha, teri osti infiltratsiyasida so'rilish odatda sekinroq bo'ladi. Shuning uchun xavfsizlik faqat umumiy milligram hisobiga bog'liq emas. Bunda mana shu anestezion preparatni yuborilgan joy, to'qimani qon bilan ta'minlanishi va mana shu anestezion moddani yuborish tezligi va aspiratsiya nazorati ham bir xil darajada muhim hisoblanadi. Endi amalda mahalliy anesteziya usullaridan qaysi birini tanlashni tartiblab olamiz. Usul tanlashda asosiy savol bu og'riq qaysi sohadan kelyapti va qaysi darajada bizga blokada kerak. Juda kichik yuzaki muolajada yuzaki anesteziya yetarli bo'lishi mumkin. Agar jarohatni chet qismlari tikilsa yoki teri osti kichik maydonda ish bajariladigan bo'lsa, infiltratsion anesteziyani amalga oshirish qulay hisoblanadi. Agar hudud katta yoki aniq nerv dermatomini hududida bo'lsa, periferik nerv bloki aynan mana shu jarayonda anestezion modda preparatga bo'lgan ehtiyojni miqdorini kamaytirib, sifatliroq analgeziya beradi. Pastki tana yoki operatsiya darajasidagi blokada kerak bo'lsa, neyroaksial usulni ko'rib chiqqanimiz qulay hisoblanadi. Bundan tashqari, tanlov har doim bemordagi xavf, monitoring imkoniyati va shifokor texnikning tajribasi bilan birga baholanadi. Yuzaki va infiltratsion anesteziya.
Yuzaki anesteziya dori shilliq qavat yoki teri yuzasiga qo'llanganda ko'proq foydalaniladi. U ignasiz amalga oshiriladi, ya'ni teri butunligi buzilmaydi va mana shu uchun ham qulay. Lekin shilliq qavatdan so'rilish kuchli bo'lishi mumkin, ayniqsa benzakain bilan metgemoglobinemia xavfi juda ham yuqori ba'zi holatlarda. Infiltratsion anesteziyada dori kesma yoki jarohat atrofidagi to'qimaga yuboriladi. Bu usul oddiy ko'rinishi mumkin, lekin infeksiyalangan muhitda ta'sir sekinlashishi, to'qima bosimi og'riqni kuchaytirishi va tomir ichiga ketib qolish xavfi bor infiltratsion anesteziya preparatini. Shuning uchun dori sekin, kichik fraksiyalar bilan aspiratsiyani nazorat qilgan holatda yuborilishi kerak. Katta sohada yoki aniq nerv hududi periferik blokadalar kerak bo'lishi mumkin. Periferik nerv bloki dori bitta nerv yoki pleksus yaqinida yetkaziladi. Afzalligi shundaki, katta hududni nisbatan kamroq umumiy dori bilan og'izlantirish mumkin. Operatsiyadan keyingi og'riq kamayadi va opioidga ehtiyoj pasayadi. Lekin aniqlik oshgan sari mas'uliyat ham oshadi. Tomir ichiga yuborish tizimli toksiklik chaqirishi mumkin. Nerv ichiga travmatik yuborish nevrologik asoratlarga olib keladi. Antikoagulyant preparat olayotgan bo'lsa bemor, unda gematoma xavfi ortishi mumkin. Bu holatda ultratovush nazorat ostida yuboriladi. Bu jarayon juda ham foydali, ammo u xavfsizlikni avtomatik tarzda kafolatlamaydi. Albatta bu jarayonda fraksion yuborish, aspiratsiya va bemorni kuzatish juda ham muhim hisoblanadi. Neyroaksial blokadalar esa alohida ehtiyotkorlik talab qiladi. Neyroaksial bloklarda dori orqa miya kanali yoki uning atrofidagi bo'shliqlarga yaqin yuboriladi. Orqa miya anesteziyasi tez boshlanadi va zich sensor motor blokada beriladi. Peridual anesteziyada kateter orqali doza bosqichma-bosqich boshqariladi. Shuning uchun davomli analgeziyaga erishish mumkin. Bu usullar kichik infiltratsiyaga qaraganda kuchliroq fiziologik ta'sir qiladi. Simpatik blokada gipotenziya chaqirishi, yuqori blokada nafasga ta'sir qilishi mumkin. Koagulopatiyada peridural gematoma xavfi mavjud. Va bundan xulosa qilishimiz mumkinki, neyroaksial blokadada bunda texnik ko'rik bilan birgalikda bemordagi preparatning xususiyati, undan tashqari koagulyatsiya holati va boshqa monitoring belgilari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Demak, anesteziya usulini tanlash bemor va muolaja xususiyatlariga bog'liq. Qarshi ko'rsatmalarni 3 guruhga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Anesteziyaga qarshi ko'rsatmalarni. Birinchisi bemorga bog'liq, ikkinchisi joyga bog'liq, uchinchisi esa tizimli xavfga bog'liq omillar. Bemor roziligi bo'lmasa yoki hamkorlik qilmasa muolaja xavfsiz bo'lmaydi. Punksiya joyida infeksiya bo'lsa, dori yuborish infeksiyani chuqurroq olib kirishi mumkin. Koagulopatiyada va antikoagulyantlarda ayniqsa chuqur blok va neyroaksial usullar gematoma xavfini oshiradi. Oldingi og'ir kechgan toksik reaksiya yoki anafilaksiya aniqlashtirilmasa, bu preparatni qayta ishlatish juda ham xavfli. Bundan tashqari yurak o'tkazuvchanligi buzilgan bemorda yuqori doza amid anestetiklar yanada ehtiyotkorlik bilan ishlatish talab etiladi. Xavfsiz mahalliy anesteziya uchun 7 ta qadam. Xavfsiz mahalliy anesteziya dorisini yuborish oldin boshlanadi. Avval bemorning vazni, yoshi, homiladorlik o'tkazgani, jigar yoki yurak kasalligi, oldingi reaksiyalari bo'lganmi, shularni baholab olinadi. Keyin bemordan allergologik anamnez aniqlab surishtirib olinadi. Chunki ko'p bemorlar vazovagal hushdan ketishni yoki oldingi toksik reaksiyani allergiya deb eslab qoladi. Preparatni nomi, konsentratsiyasi, rejalangan umumiy miqdor milligramda yozib hisoblab olinadi. Bemorni monitoring qilish uchun barcha qurilmalar, puls oksimetriya, qon bosimini o'lchash, intravenöz kirish yo'li barchasi oldindan aniqlanishi va bundan tashqari reanimatsion tayyorgarlik, masalan, kislorod apparati, bundan tashqari tutqanoq uchun midolazam yoki diazepam yoki tizimli toksiklik uchun lipid emulsiya tayyor turishi kerak oldidan. Preparatni yuborishda esa uni fraksion yuborish kerak va har bosqichda aspiratsiya qilish va bemor bilan verbal aloqa saqlash erta belgilarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi.
Shunday qilish orqali mahalliy va tizimli asoratlarni oldini olishimiz mumkin. Mahalliy asoratlar ko'pincha dorini turidan ko'ra, preparatning guruhidan ko'ra texnik yuborishdagi texnik buzilishlar bilan bog'liq bo'ladi. Agar dori tez yuboriladigan bo'lsa yoki to'qima tarang holatda bo'lgan bo'lsa, ko'pincha og'riq va achishish paydo bo'ladi. Tomirni agar yuborish paytida shikastlab qo'yiladigan bo'lsa, gematoma paydo bo'lishi, antikoagulyant olayotgan bemorda bu xavf chuqur bloklarda juda ham muhim hisoblanadi. Aseptika qoidalarini buzilishi infeksiyaga sabab bo'lishi mumkin. Igna nerv ichiga kirsa yoki yuqori bosim bilan yuborilsa, nevrologik shikastlanish paydo bo'ladi. Bemor elektr urgandek og'riqni aytsa, davom ettirish emas, to'xtab holatni qayta baholashimiz kerak bo'ladi. Birgalikda vazokonstriktor qo'llash preparatni so'rilishini kamaytiradi, lekin qon aylanishi zaif bo'lgan terminal sohalarda mana shu sohani ishemiya xavfi ostida qolishini ham albatta hisobotga qo'shishimiz kerak. Bu gaplashib chiqqanlarimiz mahalliy asoratlar edi. Endilikda esa tizimli asoratlar haqida gaplashamiz. Tizimli asoratlar bu butun organizm darajasida namoyon bo'ladigan asoratlar hisoblanadi. Mahalliy anesteziyadan keyin bemorning holati yomonlashsa, hammasini biz avtomatik tarzda allergik reaksiya deb qabul qilmasligimiz kerak. Vazovagal holatda bemorda oqarish, sovuq ter, bradikardiya va qo'rquv bilan bog'liqlik holatlari ko'proq kuzatiladi. Haqiqiy allergiyada toshma, bronxospazm, gipotenziya va anafilaksiya belgilari kuzatiladi. Benzokain yoki prilokain kabi preparatlarni qo'llaganimizda metgemoglobinemia chaqirilishi mumkin va bu holatda sianoz yoki pulsoksimetriyada tushunarsiz pasayish kuzatiladi. Mahalliy anestetikning tizimli toksikligi qisqacha LAST deb ataladi. Uni kengaytmasi local anesthetic systemic effect hisoblanadi yokida local anesthetic systemic toxicity va bu ko'pincha tutqanoq va aritmiya kabi yoki yurakni to'satdan to'xtab qolish kabi noxush holatlari bilan namoyon bo'ladi. Agar sedativ preparat qo'shilgan bo'lsa, havo yo'llarining obstruksiyasi va gipoventilyasiya ham kuzatilishi mumkin. LASTni yuqorida aytib o'tib ketdik. Local anesthetic systemic toxicity uni belgilari ko'pincha nerv tizimidan boshlanadi. Masalan, og'iz atrofini uvishishi, tilda parasteziyasi, tinnitus, ya'ni quloqdagi chiyillashga o'xshagan tovush, og'izda metal ta'mini kelishi, bemorda bosh aylanishi va bezovtalik kabi belgilar ogohlantiruvchi xarakterda bo'ladi. Bundan keyingi bosqichda esa mushaklarni tortishishi, tonik-klonik tutqanoqlar rivojlanishi mumkin. Konsentratsiya oshgan bo'lsa, markaziy nerv tizimi susayadi, koma va nafas to'xtashi paydo bo'lishi mumkin. Yurakda o'tkazuvchilik ham pasayib ketadi, aritmiya va kollapsni yuzaga chaqiradi. Bitta eslab qolishimiz muhim bo'lgan nuqta, agar bemor umumiy anesteziya yoki chuqur sedatsiyada bo'lsa, erta mana bu yuqorida aytgan nevrologik belgilarimiz sezilmaydi, bilinmaydi. Natijada bu yerdagi birinchi sezishimiz kerak bo'lgan belgilar aritmiya va gemodinamik kollaps hisoblanadi. Ularni o'tkazib yuborishimiz mumkin emas. Bunday holatlarda davolash umuman kechiktirilmaydi. Lokal anestezikdan sistemik toksiklik kuzatilganda bir vaqtning o'zida bir necha harakatni qilish boshlanadi tezkor ravishda. Inyeksiya birinchi navbatda darhol to'xtatilishi kerak. Yordam chaqiriladi va qaysi dori, qaysi konsentratsiya taxminan qancha milligram yuborilganligi qayd etiladi. Havo yo'llari kislorod bilan ta'minlanish va ventilyatsiya nazorat qilinadi. Chunki gipoksemiya va atsidoz toksiklikni yana ham kuchaytirib yuboradi. Agar bemorda tutqanoq boshlangan bo'lsa, midolazam yoki diazepam kabi benzodiazepinlar afzal ko'riladi. Propofol yurak faoliyati susaygan bemorda ehtiyotkorlik bilan ishlatiladi. Og'ir holatlarda 20% lipid emulsiya erta bosqichlarda beriladi. Bolus 1,5 ml na kilogramm, keyin 0,25 ml na kilogramm minutiga infuziya qilib turiladi.
Bu yerda bolus degani bittada beradigan dozamiz 1,5 ml na kilogramm. Keyinchalik infuziya orqali har minutiga 0,25 ml na kilogramm berib turamiz, tushuntirib o'tish uchun. Agar yurak to'xtab qolgan bo'lsa, reanimatsiya uzoqroq davom etishi mumkin. Adrenalin kichik dozalarda tanlanadi va bemor monitoring ostiga olinadi. Bir xil ta'sir qiluvchi, lekin turli xil anestetiklarni tanlash ham xavf protokoliga ta'sir qiladi. Masalan, lidokain anestetik effekti tez boshlanadi va o'rtacha davom etadi. Shuning uchun infiltratsion anesteziyada juda ko'p ishlatiladi. Bufikain uzoq ta'sir etadi, regional va neyroaksial bloklarda foydalaniladi. Lekin yurak natriy kanallaridan sekin ajralishi sababli kardiotaksiklik xavfi yuqoriroq hisoblanadi. Ropivakain uzoq ta'sirga ega, motor blok nisbatan kamroq bo'lishi va xavfsizlik profili bupivakainga qaraganda nisbatan yaxshiroq bo'lishi kuzatiladi. Biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, bizga agar anesteziyani cho'zishimiz kerak bo'lsa, bu yerda preparatni dozasini oshirayotganda uni toksiklik xavfini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Bundan tashqari, mana shu ikkita mahalliy anestezik aralashtirib birgalikda ishlatilsa, ularning toksik ta'siri qo'shiladi va kumulyativ effekt berishi mumkin va buni ham biz inobatga olishimiz kerak. Dozani hisoblash. Dozani oddiy hisoblashni ko'rib o'tamiz. 1% eritma degani bu har millilitrda 10 mg modda bor degani. 2% bu degani 20 mg. Tasavvur qiling, misol uchun 10 ml lidokainning 1% eritmasi. Bu eritmani tarkibida 100 mg modda bor. Bizga agar 30 ml eritma kerak bo'ladigan bo'lsa, uni tarkibidagini hisoblash uchun 10da ko'ryapmiz 100 mg, 30da 300 mg modda bo'ladi. Preparatni dozasini tanlashda bemorning vazni, yoshi, jigar va yurak faoliyati, blokadani turi, yuborilgan joydagi perfuziya va vazokonstriktor bor yo'qligini ham baholashimiz kerak. Ko'pincha jadvallarda maksimal doza beriladi, lekin bu mana shu dozani bemor aniq ko'taradi degani emas. Har doim biz tanlaganimizda minimal samarali dozani tanlashimiz va aralash dorilarda toksiklik ulushlarini ham, toksik ta'sirini ham birga kumulyativ qo'shilib ketishini hisobga olishimiz kerak. Muolajadan keyingi kuzatuv va hujjatlashtirish. Mahalliy anesteziyani effekti tugaganligi bu bemorni kuzatish to'xtadi degani emas. Bu yerda birinchi narsa qayd etish, dorini nomini, konsentratsiyasini, umumiy milligramdagi miqdorini va qo'shimcha moddaning tarkibida bor yoki yo'qligini, qaysi tanani qismiga yuborilganligi hammasini qayd etishimiz kerak. Va bu jarayonda bemorni kuzatuvi ham birga olib boriladi. Masalan, og'iz atrofini uvishishi, quloqda tinnitus bo'lishi, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, yurak urishida o'zgarishlar bormi yoki kechikkan nevrologik tanani qismlarida zaiflik sezilyaptimi? Buni so'rab ko'rishimiz kerak. Agar yuz beradigan bo'lsa, simptom boshlangan vaqtni, ko'rilgan taktika va bemorni bunga javobini yozishimiz kerak bo'ladi. Bemorni uyga javob berayotganimizda unga dastlab yuqori xavf belgilari qaysilar ekanligini va qaysi belgilar kuzatilganda shifokorga yana qayta ko'rinish kerak ekanligini yaxshilab tushuntirib yuborishimiz kerak bo'ladi.